Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, men qarindoshlarni bija ala. Bugun bir program ishlashni loyiq topdik. Bugun ham asosligi shu ijtimoiy vositalarda keng tarqalayotgan Xitoyning yangi bir shaklda elib chiqayotgan bir o'yinlari bor. Onun qarta bir o'zimizning ko'z qarashini bildirmoqchi. Undan avval tunigun 3 dekabr Amerikaning vaqti kech 7'de 7'ye yaqin Amerika vaqti Amerika parlamentida ikki partiyaning teng ovoz berishi bilan parlament a'zolarining bilet tashlashi orqasida 407 ovozning qo'llashi bilan bizning Uyg'ur kishilik huquq loyihasi parlamentdan o'tgan bo'ldi. Endi bundan keyingi yana bir ikki bosqichda Allah xolisa bu bir kuchli shaklda maydonga keldiganligi. Hozirlam bu o'tirg'i tushish bilan yani nurg'un davlatlar buni e'tirof qilib bu qonunni shu o'zining davlatida ijro qildiganligi to'g'riliq xabarlarni ko'ryapmiz. Bu bir yaxshi boshlanish qarindoshlar. Buning uchun kuch chiqargan Amerika boshliq, Amerika turayotgan, yashayotgan qarindoshlarimiz va parlament a'zolari bo'lsin, biz uchun gap qilgan, biz uchun harakat qilgan, bizning da'vorimizga ko'ngil bo'lgan barliq do'stlarimizga shu yerda jafo tortib necha yildan buyon mana shuning uchun harakat qilgan barliq qarindoshlarimizga rahmat aytamiz. Bu qilgan xizmatlar hech qachon unutilib qolmaydi qarindoshlar. Yaxshilik hech qachon unutilib qolmaydi. Buning uchun buningda hargiz biz nima bo'lmasligimiz kerak. Naytı ko'tarangi bir şekilde xalq buni biladi, xalqcha hech qachon unutilib qolmaydi qilgan yaxshilikni. Shuning uchun endi bundan keyingi gapimizda yaqinda shu ijtimoiy uchur vositalarida shu bir qozoq qarindoshlarimizninki Sharq Turkistonning xaritasini ko'tarib chiqib, buni ikkiga bo'lib shimol tarafidagi qozoq qarindoshlarimiz turishliq Altay, Cho'chak, undan boshqa shimol rayon tarafini ayrim bo'lakka chiqarib, bu bizning yerimiz bu ayrim bir şekilde bo'ladi degandek bir şekildagi harakatlar ilib berishi bilan andan keyin buning qarta Twitter'da ba'zi bir akkauntlar ochilib bu Uyg'ur Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqi bilan qozoq xalqi o'rtasida ziddiyat soladigan, tarafbozlik qiladigan, bir-birisiga kirishtiradigan ahvollar bosh ko'tarib qelyapti. Facebook'larda shu. Yani tunigun anan keyin bu At Yurt Qozog'istondagi aktiv harakat qilayotgan bu At Yurt kanalidagi bir qarindoshimiz Murat degan qarindoshimizningki 2019 so'zi o'tirib chiqqan bo'ldi. Onundan bir şekilde bu Uyg'ur kishilik qonun loyihasiga noroziligini ifodalagan shaklda ifodalabdi. Bu Uyg'ur kishilik qonunda hech qachon Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzlarining tajovuzlangan qozoq qarindoshlarimiz hech qachon arilib qolgani yo'q. Izchil turda da'vatqani hamda u yerdagi ziyon uchragan Uyg'urlarning soni ko'p bo'lganligi uchun asosliq Sharq Turkistonning nufusi Uyg'urlardan tashkil topganligi uchun Uyg'ur kishilik huquq nomida bir loyihaning qonun loyihasining ma'qullanishi Sharq Turkistondagi yashayotgan barliq ismi atalmagan Qirg'iz bo'lsin, mayli boshqa asonliq millatlar bo'lsin, bularning o'zbeklar bo'lsin, tatarlar bo'lsin, bularning hammasini o'z ichiga olgan. Biz Sharq Turkistonda Sharq Turkiston degan bu davlatni ikki jumhuriyatni tang shu qozoq, qirg'iz, uyg'ur qatorliq millatlar o'rtaq shaklda qurib chiqdik. Sharq Turkistonning davlat girbidimi bizning o'ttirdagi 3 yulduz var. 3 yulduzning o'ttirdi yulduz Uyg'urga, yanadagi 2 yulduz qozoq va qirg'iz xalqiga simvol shaklda mandaq bildirilgan holatda qilingan. Demak, bizning davlat girbimizga biz hech qachon millatchilik shaklida yoki bo'lmasa meninglam ishim yo menlam yashayman degan shaklda o'tirib qilib qo'ygan yerimiz yo'q. Shu yerdagi qarindoshlarimiz bilan mo'riga tirab hattoki bir-birimiz bilan qudubaji bo'lib,
Bir-birimizden o'tirib qo'yib, uyimizga mehmon qilishib, chaqirishib, bir dasturxonda tamoq yeb jo, hozirgi kelguncha o'tayapti. Endi bugungi kelgan vaqtimizda, bugungi musibat, gerçi Sharq Turkistonda Uyg'urlar Xitoyga qarshi va Uyg'urlar o'zining davlatini qurish uchun bir shaklda harakat qilib, Xitoyga qarshi bo'lgan holatda harakat qilayotgan bo'lsa-mu, Qozoq shu yerda yashayotgan qozoq xalqimiz hech qachon Xitoyga qarshi turib boqmagan bo'lsa-mu, oqibat nima bo'ldi deganda, Uyg'urni jazo lageriga sep bo'lgan Xitoy oqibatcho qozoq, qirg'iz va uningdan boshqa asonliq millatning hammani turmaga mahkum qilyapti. Demak, Xitoy asli bizga bir-birlab yo'qotish taktikasini qo'llangan edi. Xuddi Uyg'urning avval sarxillari bo'lgan diniy zotlarini, olimlarini, mujohidlarni diniy asabiy oshqun degan nom bilan, bo'xton bilan yo'qotib, ikkinchi turkumda uning ziyolilarini, kadrlarini, anandan keyin ixtisosh tijoratchi korxonchilarini yo'qotib, oxirida ojiz qeri-chura balllarını qo'yib qo'yganga o'xshash qanday qildi deganda tadrijiy paydan-pay shaklda Uyg'ur degan bu eng kuchli, eng Xitoyga qarshi shaklda harakat qilayotgan 70 yildan tinimsiz kurash qilayotgan bu millatni asos jihatdan turmaga mahkum qilib bo'lgandan keyin anandan keyin qozoq qarindoshlarimizga anandan keyin 2018-2017 yili Uyg'ur sarxillarini yo'qotgan bo'lsa, 2018 yilda qozoq qarindoshlarimiz, qirg'iz qarindoshlarimizni yo'qotgan. Demak, Xitoy paydan-pay harakat qildi. Bu yerga dushmanimiz kimdi? Xitoy tajovuzchilari. Biz Xitoy tajovuzini qo'yib turib, bugungi kun kelganda endi texe Sharq Turkistonda necha ming qarindishimiz tex lager tursa xaritini ko'tarib chiqib, "Mamining kiti, masining kiti" deb unda qilgan ish yo'qki, hech narsa. Bu Sharq Turkiston 1.818.000 kvadrat kilometr. Ma bütün zimimizden. Xitoy Gansu ülkesiga 200 kilometr, 200.000 kilometr yo'l, ya'ni elib oldi. Buni elib olishimiz kerakdir. Buni olimizdir. Biz bu mustaqil bir Sharq Turkiston davlat xaritasi, mustaqil bir davlat qurilgan izi, shu davlatni sizning bizning ajdodlarimiz tan qurib chiqqan bir davlat bu yerda tursa, yana qo'pab bu yerda yana bir xaritani sizib, yani bir Qozog'istonning ikkinchi kopiyasi yoki Qozog'istonning kichiki deb bir davlat quradigan ish yo'qki. Qarindishim. Qozog'istonning ayni davlat kunimi Sharq Turkistondagidan qilishmaydi. Sharqistondagi cho'ng'ildiki kichik emas. Sizlarga zimin kichiklik kelib qolgan yeri yo'q. Yilimi Qozog'istonning 80% iqtisodini Xitoyga tatqizib qo'yapsizlar. Yilimi o'zingizning mustaqil davlat turib, qiz ayollaringizni Xitoyga akitib bordi. Xitoy to'y qilib ketib bordi. Shunda davlatinglar, askaringlar, iqtisodinglar turib, shunda donishmand, shunda aqlli insonlaringlar turib, yana Xitoyga yem bo'lib ketib borsizlar. Gerçi biz davlatimiz yo'q. Qo'limizda qurol yo'q. Dunyoning har yeriga sarson bo'lib chechliqliq holaticha, ya'ni Xitoyga qarshiligimizni hech qachon yo'qotmagan shaklda Xitoydan ma vatanimizni olamiz degan shaklda kurash qilyapmiz. Allohning izni bilan bu vatanni olamiz. Sizlarning bizning ajdodlarimiz qanday shaklda Sharq Turkistonning 1-jumhuriyati va 2-jumhuriyatni qurib chiqqan bo'lsa, biz shunday qurib chiqamiz. Sharq Turkiston tuproq o'zini qurib chiqargan, o'ziga bedel to'lagan, qinini oqqizalagan insonlarning yashash huquqi bor. Davlatni tutish huquqi bor. Ammo u davlat uchun hech qachon qinini, jinini, milini sarf qilmagan hech kimning yashash erkinligi yo'q. Qozog'istonda Yerkent va u yerda bizning 1 milliondan ortiq Uyg'ur bor. 1 milliondan ortiq Uyg'ur hech qachon Qozog'istonda bir yerda, Qozog'istondagi bir davlatda bir yerini Sharq Turkistonning bayrog'ini chiqarib Uyg'uriston deb qurolmadi. Ham qurolmaydi. Ular chiroyli Qozog'istonning qonuniga, qoidalariga rioya qilib, shu yerda o'zining halol emgiga tayinib yashayotdi. Qozoq shu yerdagi yerlik qarindoshlarimiz bilan mo'ri-mo'rini tutishib, urug' tuqqan bo'lishib, aka-ini bo'lishib yashayotdi. Xotirjam yashayotdi.
Şununga o'xshagan şekilde. Biz hech qachon men Shvetsiyada yashab turib, Shvetsiyaga gachchi o'zimning bayrog'ini chiqarib yoki bo'lmasa biror yuz oldin bu yerga keliblam maroyim meniki deyolmayman. Chunki men bu yerga ko'chman. Men bu yerga ko'chmanlik kelib, mana shu Shvetsiya hukumati menga panohlik qilib, menga vatandoshlikni berdi. Men bu yerda mushuning qonuniga, qoidasiga rioya qilib yashashim kerak. Ammo men bir bölgini egallab olgandan keyin, yo setib olgandan keyin yoki shu yerda uzun yil yashagandan keyin mening bilgimdi. Men menga tava, men bu yerda bizni quraman desam, vaqtida to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bu Allohning sizlar bizga bergan bir cho'ng ne'mati. Alloh qozoq xalqiga bir davlatini berdi. 30 yildan oshdi u davlatida insondek yashayotidi. Gerçi bugünkü günde Xitayning singib kirishi, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston qatorliq bizga chegirdosh bo'lgan davlatlarga singib kirib, bu yerdagi xalqning mol-mulkini taron-taroj qilib, ba'zi bir o'zining manfaati uchun xalqining manfaatini setib etadigan ba'zi bir amaldorlarning dastidan devlet yaxshi bir şekilde kudret tapamagan bo'lsa-mu, lekin insani şekilde hayat yaşaş, namaz o'qish, o'zining bir tirikchilikini qilish bir şekilde yaşaş imkoniyatiga ega. Bugungi Sharq Turkistondagi 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur bu yerda unda huquqdan mahrum holatda, hattoki o'zining masjidlari cheqilgan, Qur'on kitoblari kuydirilgan, tili yo'qitilgan. Mana 2 kunning oldida Erkin Asiya radiosuning Xitoycha kanalida qozoqcha kitoblarning kuydirilayotganligi Sharq Turkistondagi, hattoki shu qozoq o'quvchilarning qo'li bilan yig'ib, shu kitoblarni ichib tashlayotgan, kuydirayotgan ko'rinishni ko'rdik. Demak, Xitoy qozoqning tilini, Uyg'urning tilini yo'qotib, endi qozoqning tilini yo'qotayotganligi o'tirdi, qarindoshlarim. Sizlar bir davlat bo'lish sifatinglar bilan, shu davlatinglar bo'lish sifatinglar bilan sizlar texmi ko'p qarindoshlarimizni, hech bo'lmaganda qozoq qarindoshlarimizni texmi ko'pini qutuldirib chiqishinglar va Serikchan Bilashga o'xshash bunda azmatlaringni a'tolab qadrlashinglar kerak edi. Uning ustiga uni qilishning o'rniga sizlar hozir bu texi mustamlikada turgan davlatni necha turga bo'lib, unda qilishingning o'zi to'g'ri bo'lmagan ish. Ham buni qilayotganlar bir uchun balkim tarixini yaxshi bilmaydigan yoki boshqa bir maqsadlar aralashib qolgan insonlar bo'lishi mumkin. Bu bütün qozoq xalqiga, bütün Sharq Turkistonda yashayotgan 1 millionga yaqin qozoq xalqiga vakillik qilinmaydi. Shuning uchun biz bu programmani ishlab turyapmiz. Bu yerda Sharq Turkiston degan bir atalg'u, bu davlatning ismi. Ya'ni sharqiy tarafdagi, ya'ni bu O'rta Osiyodagi Türk Cumhuriyetlerining sharq tarafidagi Türk Cumhuriyeti bo'lganligi uchun buni Sharq Turkiston jug'rafiyalik atalg'i bo'yicha Sharq Turkiston deb atalib kelgan tarix bo'yicha bu yerda Uyg'ur shakldagi asosliq 80-90% ni Uyg'urlar egallagan, qolgan asonliq Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, hattoki boshqa millat lavlamicho aralashib o'tirib yashadi. Bu yerga kelgan Xitoyning hammasi nereden keldi degan vaqtida ichkiridan Xitoydan kelgan Xitoylar bo'lib hisoblanadi. Bu Xitoyning hammasi Sharq Turkistonda necha avlod, 3-4 avlod to'lgan bo'lsa-mu, Xitoy. Ular cho'qimcha bu Sharq Turkistonda bilet tashlash, bu Sharq Turkistonga ovoz berish huquqi yo'q. Ammo qolgan shu yerda almisaqdan biz bilan birga yashab kelgan millatlarning bilet tashlash, saylanish va saylash huquqiga ega. Qolganlarnikicha unda huquqi yo'q qarindoshlar. Shuning uchun miyadagi bu masalani aydınlaştırib bir şekilde bunu to'g'ri muomala qilishimiz kerak. Anondan keyin endi buni desteklab turib, dushmanlar buni desteklab turib, xuddi Twitterda akkaunt ochganga o'xshash, Facebookda va boshqa yerda akkaunt ochib, endi qozoq xalqi bilan Uyg'ur xalqini o'ttirdi, so'qashtirdigan, uni unda deydigan, buni bunda deydigan
bu şekildeki nəslərini u yanına oynab çıxırıb, bu u yanğıça sizlə bizni əkirib qoysa, taz yaxşı olmaydı. Bu yerdəki ortaq düşmənimiz Xitay təcavüzçüləri. Şərq Türkistan xalqının bundaq bir ideologiya əsası var. Bu birincisi dinimiz İslam. Biz Qazaq xalqımız İslam dinini itaat qıldı, Uyğur xalqımız İslam dinini itaat qıldı. İkincisi bizning vətənimizin ismi Şərq Türkistan. Üçüncüsü bizning millatimiz Uyğur, sizning millatiniz Qazaq Şərq Türkistandakı. Millatimizin ismi bu. Dördüncüsü bizning düşmanimiz Xitay təcavüzçüləri. Bu Xitay təcavüzçüləri bizning ortaq düşmanimiz. Bu bizni yo'q qilayotgan düşman. Ama siz bilan biz Allah'ın bergen hak hukukları, Allah'ın şu ziminde bizni yaşaşqa, yer astı, yer üstü baylıkları ilgilip bizni şu yerde rızıklandırıp yaşaşqa, bizni şu yerde hukuku iyi kılgan. Ama bu hukukumuzni depsende kılavatkan, sizin dininiz ne, tiliniz ne, medeniyetiniz ne, hatta ki sizin yaşavatkan tupraklarınız ne, tatibini uruvatkan, sizin çoğu zindanlığa mehkum kılıp, hazır siz yaşavatkan tupraktan sizden başka yoqqa ko'chirayotgan, hatto ko'chirish imkoniyati yo'q, turmalarda chirtib o'ttirayotgan kim o deganda Xitoy tajovuzchisi. Buni Qozoq xalqi hech qachon unutib qolmasligi kerak. Aynan reallik oldinda turibdi, hattoki Qozog'istonning iqtisodining nechilik paylarini, nechilik neftini setib olib bo'lganini, u neftdan sizning qanchalik manfaatlanayotganliginglar o'ttirdi. U davlatning ekonomiyaga qarasanglar chiqadi. Qozog'istondan bizning Qaramaygacha, Qaramaydan bizning neft ayri zavodiga kelib, neft ayri zavodidan bevosita Shanxayga ketib qolgan neftlar bor. Shu Qozog'istondan kelgan neftlar. Siz bilan bizning chegirimiz nayt yaqin bo'lganligi uchun bizning Qaramay, ya'ni shahardagi eng cho'ng neft ayri zavodi bor. Bu neft ayri zavodiga kelgan neftlar bu yerda ayrilib, necha turga bulab, anandan keyin bu her qancha yo'g'on shu. Mendan yo'g'on turbuli var. Adamlar mashinalar pikap minib ketadigan shu turbulda uddul bizning Sharq Turkistondan uddul Xitoyning Shanxayga tutashqilik liniyasi bor. Demak, sizning neftingiz uddul bevosita Xitoyning ichki o'lkalariga to'shilyotadi. Siz buningdan qanchalik manfaatlanyapsiz? Qozog'iston xalqi bu yerda qanchalik Xitoydan manfaatlanyapti va qanchalik ziyon tortyapti? Buni sizning shu aqlli insonlaringlar buni nima qilib boqsa yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shuning uchun bu yerdagi asosliq dushmanlashish yoki dushman ko'rish Uyg'urni yoki boshqa emas. Sizning bu dushmaningiz Xitoy tajovuzchilari. Buni unutib qolmasligingiz kerak. Yana birisiga Xitoy tajovuzchilari nayt insonlarni mush ijtimoiy uchur vositalari so'qas soldirish, o'zining istixborot organlari, hattoki Qozog'istonning o'zida Xitoyning istixborot organlari, hattoki Qozoq istixborot organlaridan bevosita harakat qila oladigan darajada erkin to'xtamlari bor. Buni nimangizdan saqitib qo'ymang. Shuning uchun Qozog'istondagi butun narsalarning har xil shaklda kontrol qilinishi shu Xitoyning istixborot kuchidan ayirib qarg'ila olmaydi. Chunki bu istixborot kuchi hem uçurlarını, hem kimnin qanday harakat qilayotganligini buni hamma shaklda bilib turdi. Hattoki shuningga qartacho ba'zi bir harakat planlarini elib boradigan organ, o istixborot organi deymiz. Shuning uchun bu yerda yana Qozoq xalqini Uyg'ur xalqiga sap qo'ydigan, Uyg'ur xalqi bilan ziddiyatlaştirdigan, Uyg'ur xalqini bir-birisi bilan Qozoq xalqiga o'ch ko'rsatadigan manda adovatni kim qiladi deganda Xitoy qiladi. Shuning uchun siz bilan biz aqlliq bo'lishimiz kerak. Anan lekin ba'zi bir Uyg'urlarning agar Uyg'uriston degan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Sharq Turkiston degan desak bo'lmaydi degandek mandaq davlat nomidagi gapda bo'layotgan ish yo'q. Uyg'uriston degan Sovet qo'yib bergan bir ism qilinadi. Shu 50-yillari Sovet hukumatlari uning oldida chiqqan gap bo'lib, uning oldida bizning 33-yildagi nimamizga Sovet hukumati yordam bergan bizning Cumhuriyet qurilishimizga. Shu yerda bir şekilde hamkorlashgan. Ammo keyin bizning islom dini, islom Cumhuriyeti nomida qurilgan nimamizdan rahatsız bo'lib, atrofdagi shu vaqtda texe
azad olmagan, müstakil olmagan bu cumhuriyetlerge bu İslami hakimiyetinin, İslamның təsirindən kengayib keçib, üzünün hakimiyetiga daxil oluşundan ensirab, qanday qilgan deganda, bu Uyg'uriston degan shakldagi nomni qo'llanishni, islom kalimasini ishlatmaslikni, islomdan yiroq turishni bizga har xil shaklda yo'llar bilan buni islomlashishimizga, ya'ni islom holatda davlat qurishimizga to'sqinlik qilgan. Şunun bilan birga bu Uyg'uriston degan nomning kelib chiqishi va bu Uyg'uriston degan shaklda bir shaklda bizning davlat nomimizni bunga qilishga harakat qilg'iliq. Hozirgacha qilyotidi. Ama bunu tushunmagan, buni bizning bu birinchi jumhuriyatimizning qanday qurilganligini, ikkinchi jumhuriyatimizning nimadek buning o'xshagan oy va kunda, hattoki o'xshash ismli qurilishini tushunmagan bir insonlar bugungi kun qanday deganda biz Uyg'ur degan nomni qilgan bo'lsak, hech kimning anda qilolmaydi, manda qilolmaydi deb quruq safsatini qilyapti. Bu davlatni kim qursa, davlat degan biz o'zining har xil shaklda nomda bo'ladi, ammo millat nomi o'zgarmaydi. Bizning Uyg'ur degan nomda chuqum davlat qurishimiz shart emas. Tarix qurdik, idiqot Uyg'ur xalqini qurdik, u xalq bu xalqni qurdik. Endi degan, o'shada Uyg'ur idiqot xalqini quramiz yoki uni buni degan bo'lmaydi. Ammo biz yaqinqi shu 100 yilning ichidagi Cumhuriyetlerimizde eslik keltirish, bunu bir şekilde inşallah bunu hozirgi şekildeki ekilish ve bunu tatbiqlash ve bu şekilde devletimizni boshqara oladiganligimizga bu ikki cumhuriyetimiz isbot bo'la olgan. Bu ikki cumhuriyetimizning halok bo'lishi qandaqdir necha bir masalaga tutishdi, buni hammamiz tarixda bilamiz. Bu yerda so'zlab kelsak vaqt munosabati bilan jiq ketib qoladi qarindoshlar. Buning uchun bu tarix kitoblarga qarashinglarni murojaat qilaman. Bu cumhuriyetlerimiz inşallah şunu tebriklab, şunun izidan mangamiz deb bizning olimlarimiz, Abduqodir Damallamning shogirdi, Sabit Damallamlar bir şekilde Muhammed Emin Buğra qatarlıq sərxillərimiz şəkildə bu üzünün qayını, cini, bədiligiço bu dövlətni asasını qurub bədi. Həm də silə biz bugünkü gün kelgəndə Xitay təcavüzlərinin halakı tezləşiyotqan, Xitay təcavüzlürço palampar parçalab çeşilayotqan bütün dünya xalqı Xitayның əbdibəcisi düşüngən bir tarixi vəziyyət tutubatımız. Onun üçün bir yerdə siz bilən biz ilmiğən dövlətlə talışıb xəritəsini kesib yetişib yürümək, biz ortaq güç şəkildə tüyülgən muşulab Xitay təcavüzlərini yoxduş üçün hərəkət qilishimiz kerak. Bizim düşmanımız Xitay təcavüzçiləri. Herkes unutup qalmaq. Bizim tarixi düşmanımız şu. Tarixdimi sizning Osman Batur'unuz, Qazaq xalqining jangovar o'g'li Osman Batur'ni darg'asgan Xitay təcavüzçiləri. Buni herkes unutup qalmaq. Bunun intiqamını olish uchun harakat qiling. Lagerda yetayotgan necha 100 ming Qazaq qarindoshlarimizni unutib qalmang. Necha million Uyg'ur qarindoshlarimizni unutib qalmang. Biz Şərq Türkistan'da Qazaq qarindoshlarımızdan savaqdaşlab, birnan tengab, ularning avulları verib yetib, manda aralashib cho'ng bo'lgan. Biz hech qachon bir-birimizni yeklab sen Qazaqding, sen aqding, sen ko'kding deb manda deyishib yurgan millat emas. Shuning uchun mana shakldagi ba'zi bir narsalarga Xitoylarning u yo'llariga kirib qolmaslik uchun qarindoshlar bu programmani ishlab turyapman. Bu programmada gapimda xato ketgan yerlar bo'lsa, uni to'g'ri shaklda, ijobiy shaklda mendan so'rashingni, bu millatlarning o'ttirsida menda so'g'chilik. Xitoylarning bu qilayotgan o'yini bu Xitoylarning yaxshi bir nimasini tushunsanglar, qarindoshlar, bu millatni tushunsanglar, buningki har xil shakldagi u yo'llari bor. Buning gapimiz uzarib ketdi. Wang Dahao degan bir Xitoy o'tirg'i chiqib, necha yilning oldida bir yozgan maqolalarida shu millatlar orasidagi to'qinishni keltirib chiqarishni, millatlar orasida to'qinish orqali bir shaklda buzg'unchilik qilganliklarini yozib qo'ygan maqolalar bor. Uning uchun biz bunda narsalarga Xitoyning bunda o'ynaydigan taktikalariga kirishib tushib ketmayli, bir-birimizni haqoratlaydigan, bir-birimizni to'g'ri tushunmay, bunda xato shaklda qilib qolgan ishlardan yiroq turaylik Qozoq qarindoshlarimiz. Biz bir shaklda hozirgi bo'lgan o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzga qarshi harakatimizni davomlashtiraylik. Sharq Turkistonda shu lagerlarda nurg'unlagan biz ismini o'qimaydigan Qozoq qarindoshlarimiz bor. Biz ismini o'qimaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Biz shularning ovozi bo'laylik. Biz muhojiratda ular uchun
Texmi yaxshi dasturib, texmi bu qonun ma'qullangandan keyin bu qonunning butun Yevropa ellari, butun g'arb ellariga tarqalib, buning uchun biz Sharq Turkiston xalqi uchun bir kuchli bir qurol bo'lish uchun buning uchun yana siz bilan bizning harakat qilishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu harakatda hamkorlashaylik, birlashaylik, ammo bir-birimizni dushman qilmaylik. Shuning uchun Uyg'ur qarindoshlarimizning deydigani ham ijtimoiy uchur vositalari chiqqan har qanday narsaga oqini ko'maytirib, uning inkas yozmang. Oqini ko'maytirib, uni oqchikan, ko'kchikan, manda debdi, anda debdi deb ishtik bir inkosingizni bildirib ketmang. Chunki bu yerda dushmanlar har xil shaklda uyan ilib beryotidi, ilib boridi. Shu Qirg'izistonda bo'lganmi, ikki Uyg'ur qarindishimizning etib o'ldirilishi, Istanbuldagi bir Uyg'urning etib o'ldirilishi, bu hammasi orqada Xitoyning o'yini bor. Xitoyning qilayotgan rejissorlik bilan bo'layotgan ishlar bu. Uning uchun mushuni unutmang. Bizning muhojiratda, bizning mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, mayli muhojiratga Uyg'urlarga kelayotgan ziyonning keyinida Xitoy tajovuzlari bor. Shuning uchun mayli qozoq qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli Uyg'ur qarindoshlarimiz buni hargiz unutmanglar. Sezgur bo'linglar, dushmanning har xil hilmikar, har xil suiqasdlardan buning oldini ola oladigan, buni ko'rib bila oladigan bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu nuqtani ta'kidlab ketdim qarindoshlar. Oxirida agar programmamizni loyiq ko'rgan bo'lsangiz, bosh barmoqni chiqarib qo'ying, taqib qo'ying. Bunda qilishimiz masala to'g'ri yana boshqa programmada to'xtalamiz. Buni nima uchun ta'kidlaymiz, nima uchun bu programmaning abonentini oshiramiz degan to'g'risida inshaalloh keyingi programmalarimizda vaqtimizning yetishicha buning uchun tushuncha berishga tirishamiz. Shunga qarindoshlarimizdanki gapimizning to'g'ri yerini qilib, xato yerini qilib qo'yishni umid qilamiz. Hamma Janob Alloh tavfiq. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.